Qancha so'm pul topasiz deb so'raydi, lekin aytmagan yaxshimi? Qalay aytmaydi, aytuvi kerak. Aytuvi kerak o. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek men Ayim Bobur va bu yana Beruniy narxlari. Bugungi videomizda to'yning o'zidan pryamoy sizga intervyu olib beramiz va bugungi videomizda har doimgidek Beruniyli insonlar bir oyda o'rtachancha so'm pul topadi o'zi degan savollaringizga javob topamiz va bugungi mehmonimiz hammamiz bilatag'in to'ylarda har doim xizmatda bo'latag'in DJ Vegas, ya'ni shaxsiyat og'amiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shodiq oxiri siz og'a. To'ydan Shodiq aka. O'zingizni birinchi marta ko'rib turgan kuzatuvchilarga kim deb tanishtirasiz? Atim Shahzod, Beruniyda turaman. Hozirda DJ Vegas Group jamoasining, ya'ni to'ylarda DJlik etadigan jamoaning основательman, ya'ni yaratuvchisiman. DJ Vegas bir to'y qancha so'mga chiqadi? O'zi aytilishi $100 bo'ladi. Endi qaytamiz ish qilib. Buguncha so'mga keldingiz? Bugun ilk to'y-ku. Aytavermayman. 1 million so'mga keldi. DJ Vegas bir oydancha so'm pul topadi? Примерно 10 dan baland, 15-20 million atrofida tovushimiz mumkin. Lekin u DJ ko'payib ketadi. Sezon vaqti. Hamma DJlikka qiziqib ketmasin. Bu bir 2 oy yo 3 oy bo'lishi mumkin. Qolgan vaqtida yil qatori 3 million 4 million so'm pul topasiz. To'yga chiqqan vaqtingiz sizga bir martada bir to'yga borgan vaqtingiz eng krupniy berilgan summa qancha bo'lgan? Yaqinda bo'ldi. Bundan bir 2-3 kun oldin 3 million so'm pul oldim. Bir martada eng ko'p yo'qotgan pulingiz, ya'ni minus nechaga kelavergansiz? Summa. Где-то $300 tushgan. Главный haqiqatni aytib tursiz lekin. Tursini to'layman. Shaffoflik. Keyingi videomizda sizga o'xshab kimni olib chiqsa qiziqroq bo'ladi deb o'ylaysiz? Men ko'rib boraman, sizlarda основной blogerlar, qo'shiqchilar bo'latir. Iloji bo'lsa, masalan, biznesmenlar chiqsa, ko'proq hammaga qiziqarliroq bo'lar edi. Qaysi biznesni masalan yuritishni maslahat bersa, undan ham yaxshi bo'lar edi. Keyingi videomizda bizlar shu intervyumizga kim chaqirishimizni aynan siz ham hal etishingiz mumkin. Prosta komment qo'ying va o'zingiz xalagan turdagi insonni, yo bo'lmasa u insonning Instagram akkauntini atmetga etib qoldiring va albatta obuna bo'lib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Beruniy haqida ne gap so'z bo'lsa, hammasi shu kanalda bo'ladi, yodingizdan chiqmasin.